Do'kon yopiladi deb chiqargan videoyimdan keyin menga judayam ko'p SMSlar, judayam ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Kim qanaqaligini shunaqa payti bilsa bo'larkan. Yaqinlarim telefon qilib nima bo'ldi, tinchmisan Muxlisa deb rosa xavotir olganlar ham bo'ldi. Nega yopasiz? Narsalaringiz bizga yoqardi, o'zingiz ham bizga yoqib qolgandingiz degan gaplar bo'ldi. Ayrimlar negativlar esa ana eplolmadi, qo'lidan kelmadi degan gaplar ham bo'ldi. Biz ularga qaramasdan turib do'konga yengim olib keldik. Shunga ilhomlanib ketib hamma joyga generalniy уборка qilishga tushib ketdim hozir. To'g'ri oson emas qizlar, ham bola bilan do'konda, ham oila. Bundan tashqari yana ikkita bir-biridan asal qizim bor. Katta qizim bog'chaga boradi, uni bog'chaga tashlash, olish, uyda osh-ovqat deganda. Bu videoyimdan keyin bir ikkita aqlli ham topish mumkin. Nima qilasan? Unda do'kon qilib, bolalaringga qarab uyda o'tir deyishinglar ham mumkin qizlar. Lekin har bitta ayolni, har bitta onani o'zini manimcha oldiga qo'ygan maqsadlari bo'ladi. Qo'ldan kelgancha duo qilib, gruppa поддержка qilib tursanglar, Xudo xohlasa, har bitta orzu maqsadimni, niyatlarimni ketma-ketlikda qo'yib boraman. Sizlarning qilayotgan iliq muomalanglar, поддержкanglar meni bunaqa videolar olishimga yana hammadan поддержка kutaman. Oldindan rahmat. Bu yerda lirik chekinish, kollagen tayyorlayapmiz, reklamli pauza. Seni mana shunaqa kollagenlar sotadi. Kimni qiziqtirsa, kommentariyaga kollagen so'zini yozib qoldirsanglar, men sizlarga o'ttiflari va telefon raqam bilan tashlab beraman. Bu yerda o'zim ham ichaman, rezultati bo'lishib boraman sizlar bilan. Hozir qizimni uxlatdim va darslarimni qilaman. Do'konni yopamiz va xo'jayinim bugun yaxshi savdo qilganim uchun mana baliq olib keldi. Mazza qilib paqqos tushirdik va shu bilan tugadi.